Ha, nima bo'ladi biletni hal qilmadinglarmi? Hozir 20 minutlarda boraman, xudo xolasa. O'tgan safar boruvdik-ku Dubayga. Shahlo! Menga qara, odamni joniga tegding-ku. Ertalabdan kechgacha o'tirasan faqat. Unda odamlarning xotiniga o'xshab kiyimlarimga qarab qo'ysang bo'lmaydimi? Menga baqirmasdan gapiring. Men siz xizmatkoringiz emasman. Men siz xotiningizman. Xizmatkor kerak bo'lsa, pожалуйста, olavering. Sandaqa xotinga men la'nat bo'lsin. Aka, mashqqa qo'yamiz. Qo'y. To'xta, sekin. Ha, malades. Ani to'g'rilab yuboray endi. Rojan, nima qilasan o'zingni qiynab? Shuncha xodim turibdi. Boshlig'i bo'lsan. Qo'y joyiga. Ya, o'rtoq. Qiziqchimiz, ha? Biz o'zimiz ham noldan chiqqanmiz-ku. Kimligimizni esdan chiqarib qo'ymaylik. Yordam bersam, yordam beraman deb, o'zimning do'konim bo'lsa. Bo'ldi, qarama, o'g'ay, nima zavodga borib bir qator ko'rib kelay. Ko'rishadigan hamkorlar bor edi. Siz ungacha ish bajarib turinglar, ishiga omad. Bo'pti, xo'p. Xullas bu sotilgan mebel. Keyin men buni ham olaman degan. Yetkazib beramiz, xudo xolasa. Men bilan tozalab, chiroyli qilib qo'yinglar, xo'pmi bolalar? Ke o'rtoq. Ha, xo'msan, nima gap? O'rtoq, bilasan oilada ham muammolarni. Shunga sal bosh qotib qoldi. Siqilma o'rtoq, problema hammada bor, o'tib ketadi. O'rtoq, bitta savol meni juda o'ylantiradi-da. Mana Sarkor do'konlar ikkitalab ochib tashding Namanganda. Problema, tinim bilmaysan. Lekin nega doim xotirjam yurasan? Do'stim, erkak kishining xotirjamligi uni uyidagi ayoliga bog'liq bo'ladi. Agar u seni tushunsa, bu dunyoda seni yutug'ing bo'ladi. Agar aksincha bo'lib qolsa, qo'y shu narsalarni o'rtoq, yur undan ko'ra bir bor mazaq ovqatlanamiz.